Ho'p, bugun sizlar bilan gaplashadigan narsamiz bu footprinting and recognitions bo'ladi. Bular haqida ma'lumotga egamisizlar? Eshitganmisizlar bu narsani? Bu frazani yoki shu narsani? Misol uchun birinchi web penetration, ya'ni web emasda umumiy nimani penetration qilayotganimizda, ya'ni pentest qilayotganimizda hamma narsa birinchi bosqichda ma'lumot to'plashdan boshlanadi. Misol uchun oddiy veb saytni qanaqa domenlari bor, u haqida qanaqa hujjatlari, ma'lumotlari, hamma narsasi shundan boshlanadi. Umumiy qiladigan bo'lsam, mana shu footprint va recognition'lar bular mana shu pen testing jarayonida tarmoq yoki tizim haqida to'liq ma'lumot to'plash jarayoni hisoblanadi-da. To'liq. Hozir hammasi bilan bitta-bitta tanishib o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, shunaqa. Endi birinchi nimaga keladigan bo'lsak, printing bu nima? Xo'p, bu nima deydigan bo'lsak, bu footprinting buyam mana shu hujum uyushtirmoqchi bo'lganimiz yoki mana shu veb saytni penetration qilayotganimizdagi bitta to'q hisoblanadi. Ya'ni tizim haqida ma'lumot yig'amiz. Ko'proq ma'lumot yig'ishimiz uchun footprintingdan foydalanamiz. Ya'ni footprinting buni yana bir nechta bo'limlarga bo'linadi. Misol uchun footprinting turlari borda. Turlari. Xo'p, buni ikkita turi bor. Birinchisi passive printing. Xo'p, bu nima qiladi deydigan bo'lsak, misol uchun biron bir veb sayt bor bizda. Biron bir veb saytni umumiy quiz narsalarini yig'ishtirish mumkin. Misol uchun Wizda to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ma'lumotlar, misol uchun domen qayerda registratsiya qilingan, qayerda turibdi, umumiy mana shu veb saytni imini domen kimni nomiga olingan, qayerda olingan va hokazo. Bularni ham amaliy ko'rib chiqamiz. Misol uchun DNS yozuvlari kiradi buning ichiga. Xo'p, undan keyin Google Dorking. Google Dorking bu mana shu veb sayt, biron bir veb sayt bo'lsa, ana shu veb saytni Google orqali ma'lumot to'plash. Bo'lsa qanaqa PDF fayllari bor yoki XLS qanaqa fayl turlari bor, umumiy qanaqa hujjatlari bor, hamma narsasi tekshirish. Undan keyin ijtimoiy tarmoqlari, umumiy ijtimoiy tarmoq, misol uchun biron bir veb sayt, aytaylik, biron bir elektron magazin veb sayti bo'ladigan bo'lsa, umumiy misol tekshiriladi-da. Mana shu passiv footprinting qilib, umumiy OSINT o'tkaziladi. OSINT nimaligini bilasizlar-a? OSINT bu tarjima qiladigan bo'lsak, oddiy bu open source intelligence. Hop, bu nima degani? Ya'ni ochiq manbalarda yig'iladigan ma'lumotlar. Ya'ni hozir mana shu passive footprinting bu ochiq ma'lumot yig'iladi. Ya'ni ochiq, misol uchun hamma uchun ochiq bo'ladigan ma'lumotlar to'plash umumiy. OSINT bu biron bir narsada izlash. Biron bir veb saytni to'liq ma'lumotlarini yig'ish yokida biron bir rasm bo'ladi-ku. Biron rasm bo'lsa, o'sha rasm haqida, rasm qayerda rasm olingan, misol uchun uni avtori kim va hokazo. Mana shu ana shu biron bir rasmni yoki biron bir veb saytni umumiy ma'lumot to'plash u haqida OSINT ham deyiladi. Shunaqa. Xo'sh, passive footprintingga yana bitta kiradigan narsa bu shaxsiy
Misol uchun bloglar yokida forumlar. Ya'ni forumlarni qidirishingiz mumkin. Bloglarini qanaqadir bloglari va qarasa bloglarda nimalar yozadi va hokazo. Umumiy aaa, tekshiradigan narsalarimiz shulardan iborat bo'ladi. Biron bir veb saytda ma'lumot qidirayotganimizda. Xo'p, endi ikkinchi narsamiz bu aktiv footprinting. Xo'p, bu nima deydigan bo'lsak, bu aktiv, ya'ni faol degan aktiv. Bunda hujum usuli bor. Misol uchun bu uchun, ya'ni bu usulda deylik, usulda hujumchi yoki ingliz imенно pentester nishon bo'ladi. Misol uchun biron bir veb sayt bo'ladigan bo'lsa, biron bir veb saytni imенно uni skaner qiladi. Ya'ni qo'lda uni tekshiradi. Biron bir veb saytni aloqaga kirishadi, ya'ni tekshiradi. Web appni yokida boshqa tekshiradi. Tekshiradi. Okay. Active footprinting shunaqa. Ya'ni asosiy qo'lda tekshiriladigan narsa. Xo'p, bu qo'lda nimalar tekshiriladi deydigan bo'lsak, nima uchun port scanning qilinadi. Qanaqa portlari bor? Port scanning, misol uchun port scanning nima orqali qilish mumkin? Nmap. Bu Nmap bilan hali to'planamiz, to'xtalamiz. Undan keyin yokida mass scanning bor. Va hokazo. Undan keyin network scanning. Network, ya'ni imенно tarmog'ini skaner qilamiz. Yana bunda ham aytaylik ping orqali ping swap va hokazo qilamiz. Xo'p. Bundan keyin auth, ya'ni imенно biron bir veb saytni biz tekshirayotganimizda, umuman qo'lda active footprinting ishini tekshirayotganimizda uni serveri bo'ladi. To'g'rimi? Serveri qanaqa o'z tizimida ishlayapti. Misol uchun Ubuntuda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ubuntu yokida buni qanaqadir nimani aytaylik biron bir portni qanaqadir bir nimasi boshqa nimada ishlayotgan bo'lishi mumkin. Windowsda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy mana shu tizimi haqida ma'lumot yig'ish bu yerda ham o'sha narsa nazorat etilyapti. Shunaqa. Asosiy bu footprinting nima deydigan bo'lsak, xuddi shunaqa narsa tushunishimiz mumkin. Xo'p, asosiy buni negizi OSINT deyiladi. Ya'ni to'liq mana shu veb sayt haqida ochiq mana veblarda Google'da ma'lumot qidirish deymiz. Endi bu shu ma'lumot qidirishda ham o'zini bir xil, ikki xil, ya'ni bir nechta turlari borda. Misol uchun passive footprinting mana shu misol WYSIWYG, ya'ni veb sayt haqida to'liq ma'lumot, DNS va hokazo DNSlari uni qaysi kim tomonidan olingan domain yoki umumiy shu haqida ma'lumot yig'ish yoki Google Dorking, ya'ni Google orqali veb saytda qanaqa fayllar bor, nimalar bor, hamma narsasi tekshiriladi. Keyin ijtimoiy tarmoqlari ko'rib chiqiladi. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda nima ko'riladi deydigan bo'lsangiz, asosiy nimalar bor? Aytaylik, допустим, qanaqadir xodimi bor. Misol uchun software engineer bor, developer bor. O'sha developer haqida ma'lumot yig'ishimiz mumkin. Va hokazo, u developer nima ish qiladi, asosiy qayerga javob beradi, nima qiladi? Umumiy hammasi mana shu OSINTga kirib ketadi. Tushunarli? Endi aktiv footprinting bu mana shu usul. Misol, uje siz
hujumga taylanyapsiz. Qo'lda siz skaner qilib chiqasiz. Misol uchun o'sha aytganimizdek port skaneri qilishimiz mumkin. Qayerda ochiq portlari bor, serverga qanday qilib ulana olishimiz mumkin va hokazo. Network scanning, ya'ni tarmoq haqida ma'lumot olishimiz mumkin yokida mana shu tarmoqni operatsion sistemasi haqida ma'lumot olishimiz mumkin va hokazo. Mana shu narsa active footprinting deb nomlanadi. Endi keyingisi re Reconnaissance. Xo'p, bu nima? Bu mana shu footprintingni bitta bosqichi. Ya'ni asosiy footprintda biz ochiq manbalarda ma'lumot yig'adigan bo'lsak, xo'p, ochiq ma'lumotlardan yig'adigan bo'lsak, endi Reconnaissance'da umumiy biz hozir footprintingda asosiy tashqi manbalarda, misol uchun aytaylik, Google'dan ma'lumot yig'ishimiz mumkin. Aytaylik, tashqi manbalardan ma'lumot yig'iladi. Ma'lumot qanday qilib yig'iladi deydigan bo'lsak, bu hosting qilib yig'iladi. Ya'ni umumiy biz hozir tevadan aytganimdek buni umumiy u haqida, domain haqida yoki biron bir qaysi serverda joylashgan, qanday ishlayapti, DNSlari, uni qanaqa fayllari bor, papkalari bor va hokazo, ijtimoiy tarmoqlari, shaxsiy bloklari, qaysi portlari ochiq, qanaqa port ishlayapti, qanaqa port yopiq, qanaqa sistema bor, hamma narsasini mana shu hosting qilib biz topamiz. Ya'ni qo'ldan kelgancha ma'lumot yig'amiz. Shunaqa. Xo'p, birinchisi shunga kirib ketadi, Reconnaissance'ga. Keyingi narsa bu tizim xizmatlari. Xo'p, bu xizmatlari va portlari skanerlash. O'sha tevada aytganimdek, bu port skaner qilinadi active footprinterda ham, lekin Reconnaissance'da ham mana shu umumiy mana shu active footprintingda yig'ilgan ma'lumotlarni bitta joyga yig'iladi. Misol uchun skanerlaymizda, tarmoqni skanerlaymiz, u haqida ma'lumot yig'amiz, skanerlangan ma'lumotlarni yig'amiz va hokazo. Xo'p, keyin misol uchun biron bir biz asli hujumlar turli xil bo'lishi mumkin-da. Biz bitta hujum qilayotganimizda yokida biron bir narsani test qilayotganimizda, penetration qilayotganimizda bitta veb-saytga bo'lmaydi-da. Bu narsa bo'lishi mumkin oddiy Wi-Fi tarmoqqa ham bo'ladi-da. Wi-Fi tarmoqqa misol uchun nimalar ulanadi Wi-Fi'ga? Telefon, Wi-Fi'ga. kompyuter, Da. kompyuter, Misol uchun Wi-Fi'ga Wi-Fi ulanadi. Telefon ulanadi. Telefon yokida televizor. notebook, Chetda, laptop. Hamma narsa. Misol uchun nima internet bilan ishlaydigan bo'lsa, hamma narsa ulanadi. Endi biz bu yerda именно umumiy Reconnaissance qilayotganimizda, ma'lumot yig'ayotganimizda umumiy biz tarmoqda ulangan qurilmalarni ham ko'rishimiz kerak asli. Tarmoqqa ulangan qurilmalar haqida ma'lumot yig'ishimiz kerak. Undan keyin misol uchun foydalanuvchilarni emaillari, umumiy foydalanuvchilar va mail topish, misol uchun topish. Endi bu nima uchun kerak deydigan bo'lsak, foydalanuvchi va emaillar bular muhim narsa. Hozir tevada aytganimdek, biz biron bir veb-saytni aytaylik, qanaqadir veb-saytni test qilmoqchimiz. Aytaylik, qanaqadir trash bu .uz degan veb-sayt bor. Endi biz buni test qilmoqchimiz. Birinchi biz nima qilamiz? Aytganimdek, Wiz orqali umumiy mana shu trash bu .uz haqida ma'lumot yig'amiz. Misol uchun bu qaysi serverga joylashgan,
domain qayerdan sotib olingan, umumiy bu domainni kim sotib olgan, uni telefon raqami va hokazo shular haqida ma'lumot yig'iladi. Undan keyin aytaylik Google'da uni qanaqadir fayllari bo'lishi mumkin, va hokazo hamma narsasini yig'amiz. Keyin ijtimoiy tarmoqlar. Buni Google, Facebook, Instagram, LinkedIn va hokazo. Undan keyin buni biz shunaqa yana qilishimiz mumkin. Bu mana shu trashbu.uz veb saytini developerlari haqida ma'lumot yozishimiz mumkin. Developer bo'lishi mumkin. U developer keyinroq u keyingi developerlar sal sekretini turadi. Misol uchun, Trashbank deylik. Trashbank.uz haqida ma'lumot yig'yapmizda, asosiy bank tizimlari bular securitysi kuchli bo'ladi. Asli. Misol uchun biz bitta o'zimiz buzib kirishimiz ancha qiyin tizimda. Lekin biz nima qilishimiz mumkin? Social engineering qilishimiz mumkin-da. Social engineering bu ijtimoiy muhandislikda, ya'ni social engineering bu ijtimoiy muhandislik. Ijtimoiy muhandislik. Ya'ni nima qilinadi? Biz umumiy to'plagan, ya'ni misol uchun umumiy to'plagan ma'lumotlarimizda social engineering qilib, ya'ni xodimlarni manipulyatsiya qilishimiz mumkin. Manipulyatsiya. Misol uchun umumiy bitta xodim haqida ma'lumot yig'amiz. Misol uchun mana shu Trashbankni bitta xodimi bor. Misol uchun qorovul bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qorovuli bo'ladi. Qanaqadir bir bankda kassir bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bularni asosiy bog'lab turadigan narsa bular xodimlar. Bular xodimlar. Misol uchun qorovulni ismi haqida borib to'plashimiz mumkin. Qorovul misol uchun falonchi. Qorovulda misol uchun telefon raqami qanaqa bo'ladi? Katta telefon raqami, uni Instagrami va hokazo. Ya'ni imенно biz hacker, ya'ni penetration pentester sifatida biz shu ma'lumotlarni ham to'plashimiz kerak. Nimaga deydigan bo'lsak, mana bu Trashbankni buzishligimiz yokida u haqida asosiy hozir bizni nimamiz buzish bo'lmasin-u, lekin uni asosiy biz nima uchun hozir buzish haqida ko'p gapiryapmiz? Men gapiryapman. Asosiy biz mana shu buzadiganlarni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'ramiz-da. Aytamiz. Misol uchun imенно hacker buzmoqchi bo'lsa nima qilish mumkin? Misol uchun social engineering qilish mumkin bo'ladi. Nima qiladi? Ma'lumot yig'adi. Qorovulni birinchi kuni borib ismini so'raydi yokida qanaqadir ijtimoiy tarmoqlarni topadi va hokazo qilib, keyin nima qilish mumkin? Oxirida mana shu qorovul bilan yaqin bir tanish bo'lib olib, unga qanaqadir bir fayl jo'natadi, Telegram'iga yokida biron bir Instagramga biron bir narsa jo'natadi-da, u ana shu qorovul ishlatayotgan, ya'ni mana shu Trashbankni ichida ishlatayotgan kompyuter orqali hacker yuborgan faylni ochgan zahoti qanaqadir bir ichida virus ishga tushishi mumkin. Va hokazo. Shunaqa qilib social engineering qilib, imенно qorovulni yokida kassirni manipulyatsiya qilish mumkin. Ana o'shani uchun foydalanuvchi va email manzillarini toptirish bu muhim hisoblanadi. Buni ham topish kerak. Asosiy pentester bu narsalarga ham e'tibor qaratish kerak. OSINT orqali topiladi. Ya'ni OSINT deganda o'sha imенно OSINT deganda nimani tushunasan deydigan bo'lsa, sizda biron bitta mana Trashbank.uz degan bitta ma'lumot bor. Shu nima? Qayerdan ma'lumotni oqtarasan degan bo'lsangiz, misol uchun siz birinchi bo'lib buni oqtarasiz. Misol uchun Google'ga tashlaysiz Trashbank bormi yoki va hokazo. Mana shu sizni oqtarishingiz, u haqida ma'lumot yig'ishingiz, ya'ni ochiq ma'lumotlar, ya'ni Google'da bor ma'lumotlarni yig'ishingiz mana shu OSINT deyiladi. Open Source Intelligence. Shunaqa. Bu endi social engineering bu endi bu aytganimdek, bu endi ijtimoiy muhandislik, ya'ni qanaqadir bir manipulyatsiya qilib aldash
degan bo'laveradi. Tushunarli. Endi Masalan, ishonchga kirib. ishonchga kirib-da shunaqa. Kimga oddiy ishonchga kiradi. Misol uchun mana shu qorovulni ishonchga kiradida va hokazo qilib, men misol uchun bitta nimada eshitganman. Xullas bitta hacker bitta eng ishonchli bo'lgan tizimni buzganda, ya'ni qanday tizimni buzgan deydigan bo'lsak, bu social engineering orqali buzganda nima qilgan? Xullas qanaqa bilmayman. Qanaqadir bir korxona bo'lgan yoki bank bo'lganmi? Xullas nimadir bo'lgan. Borgan oddiy qorovul bo'lgan. Ya'ni o'sha yerda unda qorovul deganimizda oddiy haligi qorovul. Qanaqadir bunaqa nimaga haligi qorovul ham hali oddiy qorovul emasda, tushunyapsizmi? Good. Da, security, yes. Ha, shunaqa. Nima qilgan? Haligi qorovulda securityda nimasi bo'ladi? Har bitta kirmoqchi bo'lgan eshigiga, misol uchun biron bir aytaylik kassaxonaga ya'ni oshxonaga kirmoqchi bo'lsa, o'zini nimasi bor, bunday kartaga o'xshagandaqa bo'ladi-yu. Turniket turniketga botadigan. Ha, da shunaqa. Ularda Face ID emasda, plastik kartaga o'xshaydi. Milliy apparatga bunday nima qiladi? Qanday desa, kirib yurg'izadi. Ha, eshik ochiladi. Nima qilgan? Xullas kelgan qo'lida bitta bloknot bo'lgan. Bloknot ham qalinroq bo'lganda, ana shu bloknotida asosiy nima deb o'ylaysizlar? Mana u hozir shu eshikni ochadigan, shu plastik kartaga o'xshaydigan narsalar bu qanaqa tizim orqali ishlaydi? Ular Birini so'rab ko'ringmi? Wi-Fi orqalimi? Nimadan ishlaydi ular? ular eshikning oldiga quriladi. Ular bir kompyuterdan boshqariladi, set orqali boshqariladi ular. Bari setga ulanadi-da u ham. U hozir bitta misol manda o'shanaqa plastik karta bo'lsa, bitta eshikka bunday yurg'izib, silab yurg'izsam, bu server yo'q, u unaqa bas. Yo'q. Qarang. Bular ana shunaqa kartalar NFC orqali ishlaydi. NFC. Ha. NFC bo'ladi. NFC. Bir-birini tushunish uchun ko'rishsinmi? NFC kart. Mana. Faqatgina nima bo'ladi mana? Ko'ryapsizmi? NFC kartada nima qiladi? Bitta tegizadi yokida bunday yurg'izadi. Tak. Doorlock. Tak. Tur. Qattiq kartadagi. O'zim ishlagan korxonalarda xodimlarning hammasini o'zim ushlab berganman-da ularni. Ro'yxatdan o'tkazib. Tak. Xullas ko'z oldingizga keldi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Misol, mana karta hozir imini men nazarda tutgan narsam yo'q ekani, bunda tegizadigan ekan. Men aytayotgan narsam bu apparatga tiqib turib bunday yurg'izadi. Tushundim. Endi plastik kartadan bir to'laydigan vaqtda ishlaydigan. Xullas shunaqa, qaranglar. NFC orqali ishlaydi. Ya'ni nima qilgan? Ana shu haligi hakkerni bloknotida ana shu NFCni kodini, NFC asli ishlash nimasi bu bir-biriga kod yuboradi-da, kod yuboradi. Raqamlar yuboradi. Ana shu raqamlarni ushlab oladigan qurilma bor. Hozir NFC clone tak. Hozir NFC clone uchun nima farqi? Mana, misol uchun bitta Flipper Zero haqida eshitganmisizlar? Yo'q.
Misol uchun mana Flipper Zero degan qurilma bor. Bu Flipper Zero mana u endi tipa haligi xakerlarni nimasida, qarang o'yinchog'i desak ham bo'ladi. Bu nima qiladi? Flipper Zero mana shu imini NFC bo'lsin yokida Wi-Fi bo'lsin, yokida nima bo'lishi mumkin? Misol uchun chastotalar bilan ishlaydi, gerslar bilan ishlaydi-ku, gerslarda misol uchun ishlaydi va hokazo. Buni u aslida nimasi-ku, qiz funksiyasi-ku. Lekin bitta nimasi, ya'ni bu NFC'larni ham copy qilinadi-da. Misol mana shu bitta NFC'ni mana shu narsa mana shu narsa NFC bo'ladigan bo'lsa, mana shu Flipper Zero'ga bitta tegizsangiz, mana shu Flipper Zero mana shu NFC kartani eslab qoladi kodini. Bo'lsa, mana shu Flipper Zero'ga bitta tegizsangiz, mana shu Flipper Zero mana shu NFC kartani eslab qoladi kodini. Endi siz mana shu Flipper Zero'ni olib borib turib, siz kopiya qilgansiz-ku NFC'dan, borib apparatga tegizadigan bo'lsangiz, eshikka To'xtab ochiladi. do'stib ochiladi. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Asosiy maqsad bitta nima narsa bo'lgan manipulyatsiya, ana shu NFC kartani klon qilib olgan, klon. Tamom. Klon qilib bitta eshikni borib ochgan. Yapti. Shunaqa, shu orqali unga ya'ni eshiklar ochilgan prosta. Endi asosiy bu yerda oxirigacha buzib kirmagan. Nima bo'lgan? Bu yerda asosiy bu ham pen testingga kiradi asli. Misol uchun siz borib, biron bir xodimni aldab, u xodimda misol bankka tegishli ma'lumotlar bo'lsin, login, parollar, tizim qanaqa ishlaydi, ana shu xodimni aldab, manipulyatsiya qilib, qanaqadir unga do'st tutinib va hokazo uni aldab ma'lumot yig'ish ham bu penetrationga kiradi. Pen testingga kiradi. Ya'ni fizический pen testing deyiladi bu narsa. Ya'ni boriladi, savol-javob gaplashiladi, nima gap, qalaysan, xuddi begonadek tanishiladi va hokazo to'liq ma'lumot yig'iladi. Ana shunisi fizический pen testing deyiladi. Endi u tomoni ketaveradi. Misol uchun, bad USB bor, biladiganlar, to'g'rimi? Bad USB misol. Bad USB nima bu? Bu haligi to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, yovuz USB. Bu USB nima qilishi mumkin? Misol uchun ichida skript bo'ladi. Skript deganda bu dastur. Misol uchun dastur, qanaqa dastur bo'lishi mumkin? Misol uchun Telegramni o'g'irlab beradigan dastur bo'lishi mumkin. Yokida Telegram kodli bo'lib tursa-da ham o'g'irlab beradimi? Telegram qanday kodli bo'lsa demoqsiz? Bloklab qo'yadi-ku ko'p odam masalan Telegramda. Kodlaydi-yu. Desktopdan yoki telefondan demoqchimisiz? Hali oddiy interfeys blokini? Ha. Farqi yo'qmi? Yo'q, farqi. Plus, men video chiqargan edim. Imенно o'sha bad USB orqali Telegramni olish. Ya'ni u yerda nima bo'lgan? Qaranglar. U yerda hech qanaqa Telegramda o'zini shaxsiy buzilmagan. Hech qanaqa buzilmaganmi? Faqatgina bu men yasagan zararli dasturim qanday bo'lgan? Windowsda ishlaydi. Faqatgina Windowsda kompyuterda ishlaydi. U nima qiladi? Agar bilsalaringiz, Telegram har bitta akkauntlarini, har bitta seanslarini bular fayllarga saqlab boradi, faylga. Ya'ni maxsus uni fayllari bor, ana shu yerga saqlab boradi. Agar siz u faylni siz oddiy copy qilib, nusxa olib, boshqa kompyuterga xuddi o'sha Telegram turgan joyga tashab qo'ysangiz, mana shu fayllarni, ana shu Telegram boshqa kompyuterda ochiladi. Tushundingizmi? Endi men nima qilganman? Mana terminal orqali buyruq yozganman, buyruq. Misol uchun, hozir buni to'liq ko'rsatmadim, просто mazmunini tushuntirib beraman. USB siqilsa, misol uchun siqilganda bu avtomatik ishga tushadi. Давайте undan oldin aytib beray, hozir. Nima qilganman? Qanday bo'lgan? Bu hamma narsasini skript Pythonda ishlaydi. Python dasturlash tilida ishlaydi. Skriptni, ya'ni fleshkani
yoqqan zahoti skript avtomatik ishga tushadi-da. U skript qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, skript kompyuterda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Misol shunday turaveradi, shunday turaveradi. Bu avtomatiki mana bu command line ga kiradi. Command line ham yopiq turadi. Mana shu terminal bu command line deyiladi. Bitta nomi command line. Avtomatiki kirib copy qilib, ya'ni copy qilib nusxa oladi. Misol uchun aytadi, copy qilgin, misol uchun Telegram, misol Telegram odatda qaysida turadi? Misol uchun nimada? Windowsda user undan keyin qanaqadir datami user bo'ladimi yokida Windows bo'ladimi? Windows bunday bo'ladi menimcha. Windows Cdisda yo Telegramga joylashgan faylni olishimiz kerak. Ha, o'shu aytamizki, skriptda shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni copy qilgan Windowsda userning ichida Telegram bor. Mana shu Telegram degan papka bor. Telegram papkasining ichida T-data degan mana shu Telegramda imенно har bitta akkaunt saqlanadigan sessiyalar bor. Xuddi shuni copy qilib olgan deyman. Endi shu narsani prosta avtomat qildirganman xolos. Ha. Tushundilaringiz? Hech narsa buzilmagan, lekin bunday olib qarasangiz, xitrelik o'rnida qilinayotgan narsa. Ya'ni siz prosta shuni siqasiz bo'ldi. Shuni siqasizda 20 sekund, 30 sekund. Shuni sug'urasiz bo'ldi. Ketib olaverasiz. Bu Telegramni avtomatik javob qo'yadi agar Telegram bo'lsa. Lekin no tomoni bor. Ana shu misol uchun siz kimnidir Telegramini olgan bo'lsangiz, u chiqib ketib qoladi Telegramidan. Unga o'zi xizmat qiladi-ya. Birov qo'shilsa Yo'q, aktiv qo'shilmaydi. Mana u chiqib ketadi xolos. Seansdan u. kompyuterni o'zimi? Ha, kompyuterda o'zi chiqib ketadi. Telegramda. Shu to'ng'ili bor. Tak. Shunaqa. Nasıl javob berdik? Shunaqa qilib, o'shaning uchun mana foydalanuvchilarning imенно emaillari va hokazo hamma narsasi tekshirilib olinadi. Xo'p, misol uchun Active Recognition'da yana bosqichlari bor. Bu yana bitta birinchi bosqich passiv Жаңағы Telegram turgan faylni olib bo'lgandan keyin o'zimizning uyimizdagi tartibga tashlashimiz kerak-ya faylni. Bunda bizlarning akkauntimizga o'tib отдельно hujjatlarni Yo'q, отдельно ochilmaydi. Siz misol uchun sizni kompyuteringizda Telegram akkauntingiz bo'lsa, Telegram akkauntingiz bor. Siz shu o'g'irlab kelgan akkauntingizni qo'shib qo'ymoqchisiz, to'g'rimi? Siz kelasizda uni siz o'zingizdan chiqib ketishingiz kerak. Ya'ni ana shu play kirib, datani ichiga kirishingiz kerak, o'chirib tashlashingiz kerak ma'lumotlarni. U yerda haligini fleshkadagini, USBdagini shunday copy paste qilib tashlab qo'yasiz. Keyin ochiladi. Bo'ldi, shu. buyog'ida aytaverim. Bizning Endi Recognition'da bosqichlari bor. Bu yerda bir nechta bosqichlari bor. Shular haqida gaplashamiz. Bosqichlari, xo'p, birinchisi bu aytganimizdek ijtimoiy tarmoqlar haqida ma'lumot yig'ish, forum, umumiy internetdagi ochiq bo'lgan barcha ma'lumotlarni yig'ish. Keyinasi undan keyin Whois orqali umumiy DNS haqida, domain name server haqida ma'lumot yig'ish. Aytganimizdek, undan keyin subdomain haqida, subdomain enumeration, subdomainlar shu misol qanaqadir trashbank.uz bo'ladigan bo'lsa, endi uni subdomaini nima bo'ladi? Misol uchun
admin paneliga kirish uchun misol uchun admin.trashbank.uz bo'ladi. Va hokazo. Mana shu narsa subdomain deyiladi. Yokida qanaqadir account.trashbank.uz shular hammasi mana bular subdomain deyiladi. Ularning parollarini topolmaymiz lekin. Admin panellarni. Admin panellarida endi ochiq manbalarda demoqchimisiz? Yo'q. Pentest orqali. Pentest bu. Pentesting endi qarang, imенно parolni topishni hop birinchi usuli bu social engineering qanaqadir bir phishing qilib aldash. Misol uchun biron bir veb-saytni klon qilasiz. Misol uchun birga bir ko'chirasizda, uni tashlaysiz. "Ey, mana unga kirgin, login parolni yozgin, kirgin" deysiz. U kirib misol uchun login parolni yozsa, sizga keladi u login parol. Shu orqali kirib sinab ko'rishingiz mumkin. Endi ikkinchi usuli bor. Bu brute force deyiladi. Brute force nima? Tasodifiy parollarni qo'yib chiqasiz. Login parollarni. Tasodifiy. Misol uchun brute force deganimizda misol admin bo'ladi yokida admin 1 2 3 4 5 misol uchun admin 1 2 3 4 5 6 shuni brute force orqali, ya'ni birma-bir qo'yib chiqadi o'zi. Avtomatik O'zi qo'yadi. Avtomatik o'zi qo'yib chiqadi. Da. Xo'p. Endi subdomainlar haqida ma'lumot yig'amiz. Undan keyin Google hacking. Ya'ni Google hacking deganda imенно Google haqida, Google'da bor ma'lumotlarni to'plash. Misol trashbank.uzda umumiy Google'da qanaqa ma'lumotlar bor, hammasini topish. Tamom. Xo'p. Endi ikkinchi narsamiz bu active recognitions bilan bu active recognitions imенно qo'lda tekshiradigan narsamiz. Tepada aytganimizdek, bu yerda ham active footprinting bo'lsa, bu yerda port scanner, network scanner bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi o'sha narsa ketadi. Portlarni tekshirish va hokazo. Nmap bo'ladi yoki netcat bo'ladi. Tekshirib chiqamiz. Misol uchun tizim haqida ma'lumot yig'amiz. Xizmatlari aniqlash va hokazo. Undan keyin veb-saytlar bo'ladigan bo'lsa, veb-saytlar va API'larni tahlil qilish. Xo'p. Shunaqa. Umumiy bularni strukturasi shundan iborat bo'ladi. Ma'lumot yig'ish. Shu ketma-ketlikda ketilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi va to'g'ri yo'lda yurayotgan bo'lamiz. Okay. Shunaqa. Xo'sh. Endi umumiy amaliy keladigan bo'lsak, endi amaliyga amaliy misol. Passive recognition haqida gaplashdik. Misol uchun bu yerda birinchisi ijtimoiy tarmoqlari, forum ma'lumotlari va hokazo. Misol uchun biron bir veb-saytni ko'rsak, misol qanaqa veb-sayt bor? Tesla.com qilaylik. Tesla.com. Prosta kiramiz. Misol uchun pastga tushadigan bo'lsak, eng pastiga bu yerda adashmasam buni o'zini social tak misol uchun kontakt, news, kontakt o'tadigan bo'lsak,
Давай. Hop, misol uchun, keyingi o'qiydigan bo'lsak, bu yerda mm, mm, hop, bizda quiz degan nima bor? Eee, tak, pul bor. Quiz bilan qiladigan bo'lsak, voy, men quiz qiladigan bo'lsak, bu yerda asosiy, quiz haqida ma'lumot beradi. Quiz bu mana shu umumiy domen haqida ma'lumot yig'ishga bizga yordam beradi. Misol uchun, quiz aytaylik tesla.com qiladigan bo'lsam, unda mana umumiy ma'lumotlarini beradi. Tepadan keladigan bo'lsam, xo'p, registr domain va hokazo. Misol uchun update data, ya'ni qachon ma'lumotlar, update bo'lgan, yangilangan. Misol uchun create data deyapti. 1992-yilda 11-oyda bu ma'lumotlar yozilgan ekan. Bu misol uchun mana registratsiya ya'ni registratsiyadan o'tgan insonni, ya'ni, emaili, telefon raqami va hokazo chiqyapti mana. Yana nimalari bor pastda va hokazo. Mana 2024 update bo'lgan. Umumiy shunaqa qilib, Wiz orqali biz ko'proq ya'ni ma'lumot olishimiz mumkin. Aytaylik, kun.uz deydigan bo'lsak, buni nol beradi ekan ko'raylik. Tak. Mana. Xo'p, deyapti domain name kun.uz, registratsiya, ya'ni registratsiya qilgan Arsenal, ya'ni umumiy hamma domainlar bizda .uzlar hammasi Arsenal, ya'ni, shunaqa nima bor? Nima? Server. Arsenal.uz degan servis bor. Nimaga shu o'zining serverida yig'maydi? Kunuzdagidan masalan, unda o'zini xizmat qilayotgan saytga o'ylayman. Yo'q, hozir server qiyin masalada, chunki misol server ancha munchaga qimmat narsa baribir server. Keyin unga yana alohida xodimlari kerak va hokazo. Arsenal.uz deymiz mana. Misol uchun domainlari bor, hostinglari bor va hokazo. Arsenalda. Mana shunaqa mana shu orqali registratsiya bo'lgan deyapti. Xo'p, undan keyin nimalar, misol uchun update qilingan 2010-yanvarda update qilingan deyapti. Create, ya'ni, ochilgan 2011-yilda, 2032-yilgacha registratsiya bo'lgan. Ya'ni 2032-yilgacha hech kim deyolmaydi. Hop, va hokazo. Umumiy shu yerlarni ko'rib, misol ma'lumot yig'ishimiz mumkin bu yerda. Qanaqadir bir kerakli ochiq ma'lumotlarni, misol uchun registratsiya O'zbekiston, Chilonzorskiy rayon va hokazo. Administrator kontakt va hokazo. Deb bu yerda shunaqa qilib ma'lumot yig'amiz. Tushunarli? Xo'p, farqi yo'q. Misol uchun, yana keyingisi nima bo'lishi mumkin? Tunash. Buga.uz bo'lishi mumkin. Mana ahosdan o'tgan ekan, o'tga olib qo'ygan bo'lsak. Mana, bu Suvan, ya'ni bu Suvan nimaniki? Tak, ahostniki. Mana ahostdan ro'yxatdan o'tgan bu. Tak, name serveri. Hokazolar mana 2025-yilgacha, keyin 21-dekabrgacha domain nima bo'lishi. Tak, yil oxirigacha ekan. Toshkent, O'zbekiston va hokazo va hokazo. Umumiy ma'lumot yig'ishimiz mumkin. Bu yerda. Shunaqa. Xo'p, endi keyingi narsamiz bu, Google Docking. Ya'ni Google Docking haqida gaplashdik.
bu Google Hacking yokida Google Dorking desak ham bo'laveradi. Ya'ni Google'da ochiq manbalarda to'g'ridan-to'g'ri qidirish. Misol uchun, Google Dorking qilayotganimizda odatda misol uchun aytaylik, men misol UPG deb yozadigan bo'lsam, menga birinchi mana UPG chiqdi. Undan keyin qanaqadir yana bir boshqa nimalar ham chiqib ketadi. Misol uchun, Instagram, Telegram kanalı, Instagram. umumiy YouTube chiqib ketdi va hokazo. Umumiy ma'lumotlar chalkash bo'lib ketadi bu yerda. Chalkash bo'lib ketadi. Endi misol uchun man именно mana shu bitta veb saytni o'ziga tegishli ma'lumotlarni qidirmoqchi bo'lsam, o'zini kaliti bor. Misol uchun, sayt deyman va 2 nuqta qo'yib turib upg.uz deydigan bo'lsam va enterni bosadigan bo'lsam, mana именно shu upgga tegishli ma'lumotlar chiqadi faqatgina mana. Ko'ryapmiz. UPG kontakt, UPG новенький, login, ro'yxatdan o'tmoq, registratsiya, mana registration, login, страница blog, ya'ni hamma narsasi mana shu UPGga tegishli narsalar chiqyapti. Sayt kun.uz deydigan bo'lsam, faqat kun.uzga tegishlilar chiqadi. Shunaqa qilib bitta ma'lum bir veb saytni shunaqa qilib oqtarishimiz mumkin. U haqida ma'lumotlarni. Kun degan bo'lsak, kunda chiqmadi. Mana biz bitta domainni berishimiz kerak. Kun.uz mana shu. Shunaqa. Buni oqtarishimiz mumkin. Xo'p, endi misol uchun aytaylik, biz mana shu kun.uzda biron bir fayl oqtarmoqchimiz. Misol uchun qanaqadir kun.uzda PDF fayllar bormi yokida Excel fayllar bormi? Shuni qidirmoqchimiz. Buning uchun biz sayt deb yozib birinchi domainni kiritamiz. kun.uz, undan keyin yana bor fayl, bu yerga type deb yozamiz va PDF deydigan bo'lsak, bu yerda aytyapmizki, kun.uz degan saytni PDF degan fayllarini oqtargin deyapman. Enterni bosadigan bo'lsam, mana hammasi PDF bo'ladi, mana ko'ryapsizsiz. PDF, qanaqadir storage.uz PDFlar bor, mana kun.uz yana qanaqa hamma narsasi mana именно PDFlar chiqarib beradi. Misol uchun ustiga bosadigan bo'lsam, qanaqadir mana PDF narsa chiqdi-da mana. Aholini koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash punktini haqida ma'lumot, qanaqadir bir ma'lumotlar yig'ilyapti mana. Qanaqadir ma'lumotlar chiqadi. Именно biz xohlagan veb saytimizda buni ko'rishimiz mumkin. UPG UPG yopish bo'lmadimi? UPGda misol uchun yo'q ekan, PDFlar yo'q ekan ichidagi hech qanaqa. Ochiq PDFlari yo'q ekan. Shuni olib PDF oqtarishimiz mumkin yokida bu yerda xcal s nima ekan? Excel bu. Excel. Xullas shunaqa tushundingiz-a qanaqa bo'lishini? Faqat. Tak. Endi bu fayl type'ga e'tibor bering. Bu faqatgina fayl oqtarish uchun. Ya'ni PDF, Excel fayl, PPTX va hokazo. Endi именно URL oqtarishimiz mumkin. Misol uchun login page da oqtarishimiz mumkin, registratsiya page da oqtarishimiz mumkin. Yokida umuman boshqa bir URL oqtarishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Aytganimizdek sayt yozamiz. Bu yerga kun.uz deymanda va in URL deb yozaman va login deydigan bo'lsam, agar hozir kun.uzda login qismi bo'ladigan bo'lsa, login chiqib berish kerak. Bir nima chiqibdi? Hackers chiqib ketdi-yu. Tak, the person that of one was. Hozir. Menimcha kun.uzda yo'q. Menimcha haligi login chunki UPGda ma'lumda borligi. Mana, misol uchun buni topdim mana. Login page ga bitta kiradigan bo'lsam, endi shu login page ga ketaman.
Сразу tezda. Hımm. O'shanda bu xavfi yo'q. Qanaqa veb-sayt bo'lishidan qat'iy nazar, misol qanaqa veb-saytlar bor? Texnomart.mi? To'g'ri yozdingmi? Texnomart. Martmi bilmam. Va hokazo. Buni shunaqa. Mayli. O'zi endi shunaqa bo'ladi. Qanaqadir bir muhim paytda biron bir veb-sayt eskiga tushmaydi. Tak. Va hokazo. Shu asosiy Google Docking qilib, shunda oqtarsak bo'ladi shunaqa qilib. Tak, endigi Bu tak, shaxsiy bloglar. aktiv hozirmi? Quiz haqida tanishdik. Nimaligi haqida. Tak, tak, hozir bilishim kerak. Tak. Bizda bitta yana nima bor? Eee, Dir boosting deyiladi. Eee, Dir boosting yokida quiz enumeration. Enumeration deyiladi. Ya'ni, mana shu bitta veb-saytda bu imini dir nima deydigan bo'lsak, direktoriya. Misol uchun qanaqadir eee, trashbank.uz degan veb-sayt bor. Ana shu eee, veb-saytni direktoriyalarini oqtarish mumkin. Misol uchun, ichida qanaqa yashirin papkalari bor, fayllari bor va hokazo. Hammasini misol oqtarib topish mumkin shu. Ya'ni WordPress orqali WordPress deganda bu tasodifiy qanaqa bir misol nimalar bor? Misol uchun login qanaqa bir yokida admin va hokazo degan o'zini nimalari bor. Tayyor matnlar ana shuni orqali bitta qo'yib chiqadi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Buni zirp degan nima bor? Bu tak, HTTPS misol uchun PG.uz bunda hech narsa bo'lmasligi mumkin. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana e'tibor berayotganimiz mana. Ko'ryapsizmi? PG.uz va buni pastlarini generatsiya qilib beryapti. Buni avtomatik o'zi qilib chiqadi. Misol qanaqa pastlari bor? Misol login, admin, hokazo hammasini qo'yib chiqadi. Bu faqat qanday qiladi? Misol uchun mana UKG.uz turibdi-ku, slashdan keyin qo'yadi xolos. Admin bo'lsa admin o'tadi, login bo'lsa login topadi. Shunaqa. Hımm. Misol uchun mana bitta admin topilibdi mana. Admin bor ekan, API degan bor ekan mana. Tak, APIga mana Laravel mana qarang, o'sha Laravelda bo'lganini ham topdik. Tak, version 1 qiladigan bo'lsak, manimcha yo'q, version 1 o'tmadim. Tak, bunday narsa haqida ko'rishni mumkin. Inspect. Bu yerda network qaytarilmish. Mayli. Hozir to'g'ri kelmaydi. Mana xullas bu yerda aus degani bor ekan mana, blogs degani, brands
Bu yerda build degan direktoriya bor ekan qizg'ona. Direktoriya bu ichida fayl bo'ladi mana. Bag'amidi direktoriyamidi? Ha, build ekan. Ha, bu. Yokida stress bor ekan. Stressdan ko'rdimmi? Stress. Endi bu bizga ochiq turmaydi. Fonts bir fontlar bor. Hokazo. Shularni bitta-bitta qo'yib chiqadi. Shularni topdik janog'i. Endi bu nimani ichidan topishimiz mumkin bizga? Nima foydali bo'ladi deganini. Tak, okey. Qarang. Bu yerda hozir qiziq bo'ladigan narsa, misol uchun admin degan URL bor ekan. Bu yerda asosiy nimalarni topamizda. Misol, eee, admin paneli qayerda joylashgan, misol uchun umumiy misol API borda. API'da URL'i qanaqa yozilgan va hokazo. Shu misol uchun imенно shu pastlar bizga qiziqda. Chunki nima, hozir buni o'zida mana misol uchun upgrade'ni o'zida misol ko'rib turib, siz topolmaysizda mana pastlarni yo'llarda. Yo'lda qanaqadir bir yashiringan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Misol uchun mana mail deganida biron bir ma'lumot bo'lishi mumkin va hokazo bilib bo'lmaydi. Yokida mana JS degani mana direktoriya bor ekan. Buning ichida ham qanaqadir ma'lumot bo'lishi mumkin. Imенно serverga tegishli bo'lishi mumkin yokida qanaqadir ma'lumotlar bazasiga tegishli ma'lumot bo'lishi mumkin. Imенно. Shunaqa ma'lumotlar bo'lishi mumkinda. Bu narsalarni siz birma-bir kirib chiqolmaysiz-ku. Misol uchun pay degan mana qanaqadir past bor ekan. Font degan mana popular degan yana qanaqadir URL bor ekan. Index.php va hokazo. Bu shuning uchun yordam beradi. What is that? Ha, mana izlayapti. Misol uchun search degani bor ekan, settings bor, mana shops bor ekan. Hop, bu yerda misol uchun mana qarang, API degani bor ekanda. Aslida bu API bunaqa turmasligi kerak. Agar API ochiq bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri biz to'liq любой ma'lumotni o'zgartirib tashlashimiz mumkin. Qachon? Asosiy hamma narsa. Misol API asli nima deyolmasak, API bu mana front bilan backendni bog'lab beradigan narsa. Ha, API. Sonini atalgan mana application programming interface. Hozirgi bosadigan bo'lsam, rasmni ko'radigan bo'lsam, mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, user bo'ladi mana. User buni qiladi. User bo'ladi foydalanuvchi. Mana API ga so'rov yuboradi. Misol uchun, "Hey, menga admin panelni chiqarib bergin" deydi. API nima qiladi? API boradi serverga. Serverga boradida, serverda, "Ay, mana u admin panel kerak ekan" deydi-da. Bunga respons qaytaradi. Ya'ni bu API ga qaytaradi. To'g'ri API keyin mana foydalanuvchiga qaytaradi mana. Oddiy bizga qaytaradi. Endi API bu mobilga ham ulanadi. Ya'ni imенно mobilga yoki qanaqa Telegram botga, umumiy nimaga, desktoplarga bo'lsin, hamma narsasiga, любой narsaga ulanib ketiladigan bu API deyiladi. Mana shu API bir-biriga ulab beradigan asosiy ma'lumotlar ulab beradigan servis. tushunarli. Buni Hop, bu yerda misol uchun API agar user degani bormikan? Unga qarab ko'rish mumkin. Agar user bo'lsa, misol userlarni chiqarib berish mumkin. Bu yerda qarayam keryapman.
Shops bor ekan, Robots Sexty bor ekan mana. Mana shu narsayam qiziq mana. Loginga o'tib ketilgan. U. Nuqta txt qaraydigan bo'lsam, user again bu qanaqadir bir ma'lumotlar topishimiz mumkin mana. Va hokazo mana. Oxiri tugatibdi. Hımm. Mana shunaqa, shu ma'lumotlar topishimiz mumkin biz. Tushunarli. Tushunarli. Endi qiziq bo'lib qoldi. Uni Laravel'ni ishga kirib o'zgartira olamizmi? O'zgartira olmaymizmi hozir? Nimani? Boya Laravel'ni bildik-ku, so'ng ishga kirib o'zgartira olamizmi? O'zgartira olmaymizmi? Yo'q, Laravel o'zi nimaligi haqida ma'lumotga egasida. A ha, bilaman. Laravel, unam bu ham backend bilan frontendni bog'lab turadigan. Da. Bu shunaqa. Именно front bilan backend bog'lab turadigan, ya'ni backend bu mana shu Laravelda qurilgan. Laravel bu framework. PHP'ni frameworki hisoblanadi. Именно shu backend ma'lumotlar qurishligi uchun framework. Laravel'da ishlangan. Laravelda ishlangan. Xuddi shunaqa. Endi biz bu yerda asosiy Laravelda ishlayotganini yokida uni qanaqadir bir versiyasini bildik. Misol, unga keyin nima qilishimiz mumkin? Bizga bitta ma'lumot, ya'ni misol UPG haqida mana aytaylik, bitta upg.uz haqida bitta ma'lumotga ega bo'ldik. Misol uchun bu nimada ishlangan? Laravelda. PHP Laravel. Bu yerda misol kelishimni oling. Mana 6.8 ikkinchi versiyasida ekan. 6.8.2. Bu narsa bizga kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun nimalar kerak bo'lishi mumkin? Misol uchun именно Laravelda shu 608 versiyasida qanaqadir zaiflik bo'lishi mumkin. Hımm. Qanaqadir tayyor kimdir Laravel new version deydi-chi. Hozir Laravel oxirgi versiyasini bilmayman, nechiligini. Laravel уже mana 8.2 bor. Oxirgi 9-relizda. Bu Laravel 6. 608. Laravel 6.8 deydigan bo'lsam, 2019-yildagi. Endi misol uchun bunda exploit deyishimiz mumkin. Bu exploitlar hali yana o'tamiz. Laravel haqida plus qanaqadir zaifliklari bo'lsa, mana shu exploitlar orqali topishimiz mumkin. Qanaqadir bir ya'ni exploit deganda biz uchun yo'llarni ko'rsatgan bo'ladi. Biz uchun dastur yaratilgan bo'lishi mumkin. Tayyor skriptlar yaratilgan bo'lishi mumkin. Va hokazo. Shunaqa. Mayli. Ja, nimaga bo'lib ketmaylik? Keyin итоге сутки lazım. Так. Xo'sh. Endi bitta narsa bor. Xo'p, asosiy bu bitta toolni ko'rdik, ha? Misol, bu tool nima qiladi? Jirbi bitta qo'yib ketsak, o'zini ichidagi ma'lumotlardan foydalanib ketaveradi. Lekin, bizda yana bitta nima bor? Tool bor. Buni o'rnatib olishimiz mumkin. Misol uchun sudo apt install qilib Gobutker degan bu o'zi allaqachon o'rnagan bo'ladi odatda.
Bu Gabuster nima qiladi? Xuddi shu narsani amalga oshirib beradi. Faqat qanday qilib deydigan bo'lsak, bu faqatgina biz bergan ro'yxat bo'yicha solishtiradi. Mana bu mana Jirb o'zida bor ma'lumotlarni qo'yib chiqadi-da. Misol uchun o'zida admin bor, o'zida API bor, o'zida auth bor, o'zida blogs bor va hokazo bor. Endi biz mana Gabuster orqali o'zimiznikini qo'yib chiqsak bo'ladi misol uchun. Gabuster bu yerda dir deymizda, minus bunga flag beramiz. Minus u voy, minus u va bu yerga target beramiz. https open https opg.u deymizda. Bu yerga endi minus w deyman. Bu minus w ya'ni word list degan nimani anglatadi. Ya'ni word listimizni passive. Word list nima deydigan bo'lsalaringiz, hozir mana shu word list aytib o'tishim kerak. Word list bu dunyo listi oddiy tarjima qiladigan bo'lsak shunaqa. Bu yerda nima bo'ladi? Word listda ma'lumotlar yig'ilgan bo'ladi. Misol uchun word list degan passwordlar bo'ladi. Passwords ya'ni umumiy passwordlar to'plami bo'ladi. Bu yerda passwordlar to'plami qanaqa bo'ladi? Misol uchun 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 va hokazo admin password. Xuddi shuni to'plami word list deyiladi. Ya'ni shular word listlar deyiladi. Misol uchun password text bo'ladi. Bular hammasi text basta bo'ladi. Va bu yerda misol uchun hozir mana yerda qidirgan narsamiz bu direktoriya qidirgan bo'lsak, bu nomi direktoriya deyiladi-da bu narsani. Direktoriyada. Bu ma'lumotlar pass bo'ladi, ma'lumotlar direktor bo'ladi. Direktoriya deyiladi. Ikkosiga ham aytilaveradi. Bu yerda misol uchun directory.txt bo'ladi. Bu yerda misol uchun admin misol uchun login, bu yerda ham misol uchun API. Xuddi shu narsa word list deyiladi bular ham. Bu ham word list deyiladi. Endi biz shu word listni hozir ishlashni ko'ramiz. Mana shu narsa word list. Mana shu narsani word listni bergin deyapti. Word listni berib ketishimiz kerak bu yerda. Odatda Linuxda word list keladi o'zi. Misol uchun mana userning ichida bu yerda share bor mana. Share degan papka bor va bu yerda word list degan mana word list bor. Bu yerda mana hammasi dirb mana dir booster mana RocketU bor mana. RocketU bu asosan mana shu passwordlar joylashgan bo'ladi. Parollar va hokazo. Xo'sh, bizga dir booster kerak. Mana dir booster. Mana bu narsa dir booster. Mana dir booster papka bor va bu dir booster ichida tak. Voy. Dir booster. Va bu yerda direktoriya deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda hammasida nimalar bor? Direktoriyalar bor. Buni misol uchun bitta ko'raylik-da. Directory list 2 3 ya'ni small ya'ni kichkinasi bor. Bu yerda mana aytyaptiki bu medium'i bor, ya'ni o'rtanchasi. Ya'ni bu small yoki medium nima deydigan bo'lsak, bu ma'lumot nimasi? To'plangan ma'lumot. Misol mana unda smallda bir 100 ta ma'lumot bo'ladigan, 100 ta direktoriya bo'ladigan bo'lsa, mediumda misol uchun 150 ta yoki 200 ta va hokazo. Xuddi shunaqa. Bu yerda small bizga hozircha yetsa kerak. Oddiy tab bilan ishlatyapman. Smallni qo'yib ketdim. Bo'ldi. Umumiy voy. Directory smallni qo'yib ketaman. Bo'ldi. Endi enterni bosaman. Hozir o'zi tasodifiy qo'yib ketadi. Mana. Status 200 qaytargani mana. E'tibor beringlar. Status 200 qaytargani bu mana shunaqa URL bor degani. Status 200 bu okey degani. Ya'ni 200 okey, bu 302 bu yo'q deganim. Va hokazo. Mana ru degan bor ekan, API degani bor mana 200. Xuddi mana tevada chiqargan ma'lumotlarimizni bu yerda chiqaryapti. Lekin bu bizning ma'lumotlarimiz orqali chiqaryapti. Tushunyapsizlar?
Mana hozir mana, misol uchun mana user, share, worklist deb berdim-ku. Bu tayyor mana shu worklist degan nimani ichida, dasturning ichida bor tayyor nimalar xolos, tayyor. Buni o'zimiz qo'lda yaratishimiz ham mumkin. Oddiy mana bloknot ochib turib, xuddi mana directory.txt degan bloknot ochamiz, bu yerga o'zimiz yozib chiqamiz qo'lda. Ya'ni admin, login, register. Shuni o'zi xuddi shunaqa qilib birma-bir keyin qo'yib chiqadi. Mhm. Mana progress mana nechi pul nechi pul deyman, nechta? 87.665 ta mana bunaqa direktoriyalar bor ekan. Bunda hozir mana 5000, 6000 ga keldi mana. Deriblar izlagan yaxshi ekanda unda. Shunaqa bor. Yo, bundan ham foydali taraflari bormi? Buni foydali tomoni misol, mana diribda cheklangan bo'ladi-da, asosiy ma'lumotlar misol cheklangan bo'lishi mumkin. Mana 80 mingta misol uchun 100 mingta ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Odatda bilmayman nechta ma'lumot bo'lishini. Lekin mana o'zimizdagi mana Word list ichida bu ko'proq bo'ladi. Ya'ni ko'proq biz ya'ni direktoriyalar topishimiz mumkin. Hmm. Asosiy farqi shu. Tak, okey. Endi biz keyingi ko'radigan narsamiz bu tak. Уже 10:30 ham bo'lib ketyapti. Tak, bo'lmasam mana shu joyda nima qilib tursa ham bo'laveradi. 1:30 soat bo'lib ketibdi. Keyin ertaga ko'rib o'tsak ham bo'laveradi qolganlarini. Hozir bo'lmasam shu hozirga ertaga xudo xohlasa bizda qolyapti aytganimdek subdomainlar axtarish. Misol uchun admin nuqta trash nuqta uz degan shularni axtarishimiz misol uchun. Shunaqalar axtarib chiqamiz. Bular ko'p bo'lishi mumkin. Account qanaqa va hokazo hammasini kiradi. Misol uchun www ham shunga kirib ketadi. Va hokazo. Xuddi shularni tekshirishda, ko'rishda o'rganib chiqamiz. Hali o'rganadigan narsa ko'p. Xudo xohlasa man bu hafta bir 4 ta 5 ta dars chiqaramiz xudo xohlasa. Hmm. Tushunarli-a? Tushunarli. Unda port scanning deganlarni endi hisobga o'tamizmi? Nimalarni? Port scanning, network scanning deganlarni. Ha. Kamsu. Shunda pentesterning asosiy vazifasi saytlarning zaifligini izlashmi yoki boshqa nimalar ham bormi? Vazifasi zaiflik axtarish. Zaiflik axtarayotganingizda siz qanday zaiflik, misol uchun mana upg.uz degan veb saytni sizga berdi. Mana zaiflikni top dedim. Misol uchun birinchi bo'lib nima qilishingiz mumkin upg haqida? Hech narsani bilmaysiz. Misol uchun upg.uz borligini bilasiz. Hech qanaqa ma'lumotga ega emassiz. Nima qilasiz birinchi bo'lib? Poyezding. Da. Quiz deysiz. Ya'ni ana shu upg.uz haqida ma'lumot yig'asiz. U qanaqa misol uchun frameworkda bo'lgan, Laravel'da bo'lganmi, PHP yoki React'da bo'lgan yoki Python, Django nimada bo'lgan, uni domainlari qanaqa, subdomainlari, ya'ni mana qanaqa testlari bor. Misol uchun mana qanaqa direktoriyalari bor. Hamma shu ma'lumotlarni to'playsizda birinchi ma'lumotlarni u haqida to'liq. Keyin siz ana shu ma'lumotdan foydalanib eng zaif yokida misol uchun siz bilgan buzish oson deb o'ylagan yoki zaif, ya'ni asosiy buzish emasmi maqsadi. Ya'ni zaif deb bilgan joyingizga fokusni qaratish. Birinchi hamma pentester ham birinchi navbatda mana shu veb sayt bo'ladimi, mobil dastur bo'ladimi, nimani test qilayotgan bo'lsa, u haqida ma'lumot yig'ish.
Chunki siz ma'lumot yig'sangiz, ana shu siz test qilayotgan produkt haqida ko'proq ma'lumot bilasiz. Misol uchun, PHP'da bo'lgan bo'lsa, veb-sayt PHP'da qanaqa zaifliklari bor, qayerda zaifligi bo'lishi mumkin. Odatda PHP, a, misol uchun qanaqadir bir o'zida fayl qoralar ketishi mumkin. Odatda o'shalar haqida ma'lumot bor sizda. Endi kirasizda, sразу top chiqib ketaverasiz. Shunaqa. По-любому birinchi bo'lib ma'lumot yig'ish kerak. Test asosiy ma'lumot yig'adi, ma'lumot to'playdi, uni analiz qiladi va unga exploit qiladi. Exploit shu qanday qilib hujum qilish, qanaqa qilib bartaraf etish va hokazo. Shuni strategiyasini tuzib chiqadi. Hujum qilsa hujum qiladi. Keyin hujum qilib bo'lgandan keyin ana shu qanday qilib hujum qildi, nima orqali hujum qildi va hujum natijasida nimalar ma'lumotlar yo'qoldi, ma'lumotlar nima bo'ldi va hokazo shular to'playdi, exploit qiladi, keyin oxirida report yozib beradi. Report nima deydigan bo'lsak, reportga o'tdik. Report bu ana shu test qilgan veb-saytimi, mobilimi, nima bo'ladigan qat'iy nazar zaiflik haqida ikkinchi tomonga ma'lumot beradi. Hey deydi, sanda misol uchun 80-port ochiq ekan. Bu portda XSS degan zaiflik bor ekan yokida XSS yokida qanaqadir DOS, ya'ni DDoS attaka qilish mumkin. Iltimos shuni bekitgin. Buni bekitish uchun mana bunaqa usullardan foydalangan yoki mana bu portni yopib qo'ygin, mana bunaqa qilgin degan ma'lumotni beradi. Bo'ldi, shu bilan uni ishi. Allohu akbar. Hımm. Xudo xolasa bir oldimizda ishlab ko'ramiz-a. Masalan, o'zimiz bir saytni topib, o'zlarimiz o'zimizni ham masalan ishimizning sayti borda, o'zlarimiz ishlab ko'rishlik bo'ladi-ya unda. Agar ruxsat bersangiz, misol ruxsat bersangiz, shuni ko'rib chiqaramiz. Deyapsiz. Shuni ko'rib chiqsak bo'laveradi desangiz, o'sha real o'shani ko'rib chiqamiz. Hozir qarang-da, bunday narsa borda. Man hozir UPGni misol keltirdim-ku hozir. Endi asosiy bu hozir biz unaqa katta bir nima qilmadik. Misol bu yerda qanaqadir zaiflik topib, bu yerda bo'ladi degan narsa qilmadik-da. Oddiy bu ochiq ma'lumot asli. Asli bular bor narsalarda biz bor narsalarni faqatgina buni oddiy foydalanuvchi kirsa odatda ko'rmaydi bu narsalarni, bilmaydi. Qaysi nima tomonga ya'ni misol yo'naltirib yuboryapti, bu narsalarni bilmaydi. Biz shuni prosta ko'rdik xolos. Ma'lumot yig'dik. Endi u misol biron bir haqiqiy biron bir penetration qilayotganimizda, uni Mmapga misol uchun qanaqadir port scan qilayotganimizda u texnik anaqa axloq jihatdan to'g'ri kelmaydi. Endi xullas sizni uyingizga man bostirib kirib ketyapman. Nima qilasiz? Bir narsa bilan urasiz. Bunaqa xullas shunaqa.